Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana yana Nonna akademiyasiga keldik. O'rtoqlar juda ham bugun bir bag'ri dilim bir ochilib xursand bo'lib ketdim. Rezultatlarimiz katta. Xudo xolisa mana tatuirovkalarimiz ham sekin-sekin o'ziga yarasha o'chib bormoqda. Albatta men butunlay oppoq bo'lib tozalangandan keyin yana sizlarga hali havola qilamiz bu narsani syomka qilib. O'sha yoshlikda xato qilib tatuirovkalar qilib qo'ygan akalarimizga, do'stlarimizga, yoshlik qilib qo'ygan ukalarimizga o'sha o'chirtiraman deb joy qidirib o'tgan bo'lishsa, shu Nonna akademiyasiga kelishinglarni tavsiya berib qolaman. Shu bahonada endi Nonna akademiyasida hozir mana yana bitta kichkinagina YouTube'ga erishib oldik. Shu ko'zimni tagiga bir yog'lanib qoladigan bir narsa chiqib qoldi. O'z boshimchalik qilmaydi, ko'rib bering dedim. Shuni tozalashganda yuzimda ancha yillardan beri ketkizolmayotgan jiravichok deyshadi. Shunaqa narsalarni ham va xolisi bugun mana tozalatib chiroyli bo'lib oldik. Sizlarga ham tavsiya berib qolmoqchiman qadrdonlar. Nonna akademiyasiga xush kelasizlar. Ishlar bitadi xudo xolisa. Yaxshilikni ko'rishguncha.